Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va qadrli yurtdoshlarim, yaxshimisizlar? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Alhamdulillah, mana yana bir kunimiz boshlab oldik. Kechalari uyqularim bo'lmaganligi sababli kecha kunduzim almashib qolgan. Kechasi bilan uxlamasdan tongga yaqin uxlab qolyapman. Obedgacha. Shunga bu safar ham uyg'onib qarasam, o'sha kechki 3-4 bo'lib qolgan ekan. Sразу o'rnimdan turib birinchi qilgan ishim bu oshni boshlash bo'ldi. Chunki menimcha hamma uy bekalarida ham muammo shu bo'lsa kerak. Chunki uy ishlari o'z vaqtida bo'laveradi, lekin qozoningiz qaynab turgan bo'lsa, tayyor ovqatingiz bo'lsa, ko'nglingiz to'q bo'ladi. Shunga men ham xo'jayinim kelishlariga ovqatni tayyor qilib zirvakda ertaroqdan solib qo'ydim. Bugun balkon tozalashim kerak. Bir kun oyna ochiq qolib ketganligi uchun yomg'ir yog'ganda yomg'ir ichkariga balkonga kirib gilamlarni sarg'aytirib yuboribdi. Shunga bugun havo sovuq bo'lsa ham terasaga chiqib shu gilamchamni yuvib olaman dedim, balkonni yig'ishtirib. Bu videomdan maqsad bugun bekorga vaqt o'tkazish emas. Bugun men sizlar bilan hayotimdagi eng og'ir, eng qalbni ezgan, biroq eng katta darslarga boy bo'lgan davrim haqida oz-ozdan gapirib o'tmoqchiman. Men 27 yoshdaman, bir o'g'il farzandim bor. Bu so'zni aytish oson, lekin ona bo'lib sinov ichida farzand tarbiyalash juda katta mas'uliyat ekan. Hayotim birinchi turmushim bilan davom etgan paytda men ham baxtni orzu qilgandim. Tinch oila, o'g'lim otasi bag'rida o'sishi, uyimizda xotirjamlik bo'lishi. Lekin Alloh menga boshqa yo'lni tanlab qo'ygan ekan. Men birinchi turmushimdan ajrashdim. O'sha paytda qo'limda farzandim bor edi va u men bilan birga edi. Ona uchun og'ir sinov, bolang ko'zingga qarab turganda sen esa uni qanday kelajak kutayotganini bilmasliging. Kechalari o'g'lim uxlab qolgach, uni uzoq tomosha qilib, yuragimda mingta savollar aylanardi. Qanday qilib uni to'g'ri yo'lda tarbiya qilaman ekan? Ota muhabbatini qanday to'ldiraman deb. O'sha kunlarda ko'p bor qalbim sindi. Lekin shu bilan birga Allohga bo'lgan muhtojligim oshgandi. Shundan so'ng Rossiyaga ishlashga ketdim va o'g'lim men bilan edi. Muhojirlikni ko'pchilik faqat pul topish deb o'ylasa kerak, lekin ona bo'lib begona yurtda farzand bilan yashash bu har kuni qo'rquv va duo bilan yashash ekan. Ish, uy, bola, hujjatlar, qiyinchiliklar. Kunduzi kuchli ona bo'lib, kechasi esa Allohga yig'lab duo qilib o'tirardim. Halovatimni yo'qotgandim. Bolamga qarab o'zimni yig'lashga haqli deb bilmasdim. Chunki u mendan kuch olish kerak edi. Ammo ba'zi kunlarda aksincha, o'g'lim jajji qo'lchalari bilan kelib ko'z yoshlarimni artardi. Yuzimga rahm bilan boqar edi. Men esa undan kuch olib, ruhlanib va quvvatga to'lardim. Sabr va ona qalbi. Sabr og'riqni yo'q qilish emas ekan. Sabr og'riq bilan ham to'g'ri yo'ldan chiqmaslik ekan. Men sabrni bolamning yuziga qarab o'rgandim. U kulsa kuch oldim. O'sha kunlarda men faqat ona emas, ham ota, ham himoyachi ham bo'lishga harakat qildim. Allohning hikmatini qarang. Bugun orqaga qarab o'ylasam, tushunaman. Agar o'sha sinovlar bo'lmaganida men bugungi men bo'lmasdim. Bularni tushunib yetish uchun esa faqatgina bir inson sababchi bo'ldi. Dunyoga yanada keng qarashim, har bir boshimdan o'tgan sinovlarning ostida bir ma'no borligi va qayerda to'g'ri va qayerdadir noto'g'ri xulosa qilayotganimni tushuntirib, aslida bu hayotda biz ahamiyat berish kerak bo'lgan boshqa narsalar ham borligini anglatdilar. Keyingi videolarim davomida albatta inson kim ekanligini aytaman. O'zingiz ham sezib olsangiz kerak. Hayotimdan xulosa, agar siz ham ona bo'lib qiynalayotgan bo'lsangiz, agar hayot og'ir kelayotgan
yo'qdek tuyulsa, bilingki Alloh sizni ko'rib turibdi. Sizning sabringiz ham, ko'z yoshingiz ham zoye ketmaydi. Bu videolarim dardlarim emas, Allohning qudrati haqida. Chunki u istasa bir kun ichida ham taqdirni o'zgartirib qo'yadi, ham hayotingizni. Oshim ham tayyor bo'ldi. Shunaqa zo'r bo'ldi. 27 yoshimga kirib endi maosh qilishni o'rgandim. Ishoninglar, oldin umuman ovqat qilishni yoqtirmasdim. Yaxshiyam onajonim bor edilar, faqat onam qilardilar ovqatni. Hammaga yoqimli ishtaha tilayman. Oshni ham chiroyli qilib padacha qilib, choylarini damlab, ujinni qilib oldik. Orada yuvinib, o'g'itlarimni ham qilib oldim. Onamni posilkasi kelib qoldi. Onamni posilkasini raspakovka qilib oldim. Onam menga shunaqa yaxshi ko'rgan namazning kuskalarini jo'natibdilar Rossiyadan. Hammaga xayrli kun tilayman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.